Bugun sizlarga ozish uchun va qondagi qandni tushirish uchun ukol tarzidagi, shpris tarzidagi preparatlarni to'g'ri ishlatishni o'rgataman. Chunki ko'pchilik noto'g'ri qilib, keyin yo qusishi, yo ichib ketishi yoki qilishgan joyligini ko'karib qolish, ishib qolishidan shikoyat qilishadi. Preparatlar har doim xolodilnikda saqlanadi. Kun isib ketyapti, ularni xona temperaturasida ushlash hojati yo'q va olib kelayotganda ham preparatlarni ko'pchilik chet eldan olib kirganda, agarda chemadanda olib kirilsa, bu preparatlar ishlamaydi. Xolodilnikka eshigiga qo'yib qo'yiladi, haftada bir marta qilinadi. Preparatni qilishdan 10 minut oldin olib, buni xona temperaturaga keltirib olish kerak va ishlatiladigan ninani orqasi, nakleykasi ochilib, to'g'ri burchakda o'rnatiladi. Ba'zi bir holatda nina qiyshayib qolgani hisobiga dori ketmay qolishi mumkin. Nina ingichka bo'ladi. Bir marta ishlatishga rejalangan va har ishlatgandan keyin ninani almashtirish kerak bo'ladi. Bitta shpris ruchkadan bir nechta kasallarga qilish mumkin emas, chunki ichidagi porshini orqaga qaytargani hisobiga qanaqadir kasalliklar, spid, gepatitli yuqtirib qolish mumkin. Shuning uchun har bitta shpris ruchka faqatgina bitta odamga mo'ljallangan bo'ladi. Bemorni tayyorlab olamiz. Uning uchun kindik atrofi ochiladi. Kindik atrofidan bir qarich tepaga, pastga va atrofga qildirsa bo'ladi. Salfetka, spirtli salfetka bilan artib olamiz. Bir gal bo'tda, bir gal kengal bo'tda, kengal bo'tda qilib har xil joyda ishlatish kerak. Haftada bir martaligini unutmanglar. Doza tortish uchun orqasi buraladi. Spirt bilan artilgan joyga bemorga ko'rsatib teshigini ko'rsatgan holatda qilinadi. Tiqildi to'g'ri burchakda. Nina ingichka bo'lgani uchun uni qayiltirish 90 gradus, 75 gradus qilish shart emas. To'g'ri burchakda tiqiladi va orqadagi knopkani yuboriladi. Tepadagi chiziq 0 ga tushishi kerak. 0 ga tushgandan keyin ninani srazu tortib olinmaydi. Ko'pchilik ishlatishni bilmaganlar srazu tortib olishadi, lekin ninani uchida hali doza ketayotgan bo'ladi. Shuning uchun bemorlar 10 gacha sanashlik kerak va tortganimizda ninani uchida dori qolib ketmagan bo'ladi. Spirt bilan artib olib, ninani tashlab yuboramiz. Ukollarni qilishgandagi eng katta xato ukol qilingan kuni ko'p ovqat yeb qo'yish yoki yog'liq ovqat yeb qo'yish. Agar o'sha kuniga yog'liq ovqat yeb qo'yilsa yoki ko'p ovqat yeb qo'yilsa, qusish holati yoki ichib ketish holati yoki oshqozon og'rish holati to'g'ri kelishi mumkin. Shuning uchun bemorlarga har doim to'g'ri ovqatlanish buyuriladi. Ya'ni ukol qilayotgan odamlar bir yoki 2 mahal ovqatlanishligi kerak. Ko'proq salatlar va 100 gram go'sht yoki tovuq yoki baliq yeyishlik kerak bo'ladi. 2 mahal ertalab 11 da va kechki 4-5 ga ovqatlanishsa to'g'ri bo'ladi. Hozir bularga tushuntirib bergandek, har kuni 10 ming qadam yurish shart. Ovqatlangandan keyin yotib olish kerak emas va to'g'ri hayot tarzini olib borilsa, qilinayotgan dorilarni effekti balandroq bo'ladi va sizni qondagi qand oshmasligiga hamda to'g'ri ozishingizga olib keladi. Yana bir narsani unutmang. Agarda siz buyurilgan dorilardan to'g'ri foydalanib, to'g'ri yashashni o'rganmasangiz, dorilar to'xtatilganda yana semirish ehtimoli bor. Agarda siz buyurilgan dorilar bilan birgalikda to'g'ri yashashni o'rganmasangiz, davomiga semirish kuzatilmaydi. Maslahatlarim foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Kerakli odamlarga yuborib qo'yishni unutmanglar.